qiz bo'g'inida teriqdek chechilib, yomg'irdak to'kilg'ini dal ota-onalar bo'ladi. Lekin biz bundoq bo'lishini umid qilmaymiz. Elchi programmamiz yo'l qo'yilgandan hozirgacha eng xo'shal bo'lganimi dal ota-onalar. Chunki ular yoshlikning kartinasini sahnamizdan tepib atadi. Farzandlarimizning o'zlariga deb bo'lmaydigan nidosiga elchi orqali quloq silib atadi. Qaytadan sezgirligi ishib atadi. Yoshlarni tushunishga tirishib atadi. Rahmat ota-onalar. Sizlar yoshlik musobaqalardan pishqan qirolliqlargacha bizga hamroh bo'ldinglar. Bizni yetildirdinglar. Mana bugungi kundami yoshlarning baxtidan ansirab, baxtli bo'lishi uchun yenida zabardast turyapsizlar. Programmamizning tajdorligini Şinjan Özcin Yemeklik Çeklik Şirketi öz üstüge algan. Programmamizni G'ulji Gultaj Yemek İşmek İşlep Çıkarış Çeklik Şirketi alohida qo'llagan. Şinjan Berginaz Xalqaro savdo Çeklik Şirketi programmamizni alohida talab qilgan. Şinjan Kamera Madaniyat tarqatish Çeklik Şirketi programmamizni ajri bilan ishlagan. Qadrli ko'rman do'stlar, programmamizga alohida taklif qilingan ustozlar bo'lsa, bizning sirdoshlarımızdan Şinjan Subiy advokatlik o'rnining hamkorlashuvchisi, pishqan tajribali advokat o'z kasbida marka obrazini tikleyaligan kasb egasi Patigul Abduqodir. Salom Patigulga qarshi olamiz. Yana bir sirdoshimiz bo'lsa, yoshlarning sirdosh do'sti, psixik maslahatchisi Ali Ma'lum. Qarshi olamiz. Endi uchimiz bag'rimizni ichib turib, qizlarni kutib olaylik. Ularning yurak so'zlariga quloq solaylik. Qani, qizlar, marhamat. Elchi programmam bugungi birinchi mehmon zodi kimu? Ekran qarab boqaylik. Hurmatli ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Ahmadjondan sizlarga o'tliq salom. Men bu yil 24 yoshga kirdim. Qiziqishim naqsh aytish, mashina haydash, kasbim yemak-ichmak, pishiqlash. Mening el sahnasiga kelishdagi maqsadim kasbimni qo'llaydigan men bilan birlikda turishib qazanishni umid qiladigan tirishchan, o'zini va o'zgini hurmat qiladigan hamrohga ega bo'lish. Mening qandoq bo'lishimdan qat'iy nazar men rostchilik bilan el sahnasiga keldim. O'zimga shundoq madad bermanki, Ahmadjon g'ayrat qil. Qani, Ahmadjon. Hurmatli ish ustozlar, barliq xonim qizlar, hammaning musof xayrli bo'lsin. Yaxshimisiz, ukam? Xush kelibsiz. Ahmadjon, naqsh aytishda alohiligim bor debsiz. Na. Tayyorlik bilan keldingizmi yoki naq maydonda o'zingizning bu jihatdagi alohidligingizni bizga namoyon qilib bermoqchimi? Naq maydonda aytmasam bo'ladi. Tayyor bo'ldi. Qani, anglab boqaylik. Qizlar anglamdik. Bo'ldi. İgiz tağning beşida qatar qatar tağ tirakay. İgiz tağning beşida qatar qatar tağ tirakay. Vefayar derdide acep köyde bu yürek ey. Bir vefayar derdide acep köyde bu yürek ey. Men malenge bamayman malangni yule yamanay. Men malenge bamayman malangni yule yamanay. Hayrilip kitay desem selip koygan otong yaman ey. Hayrilip kitay desem selip koygan otong yaman ey.
Rahmat Ahmadjon. Kichigingizdan naqsh etishni yaxshi ko'ramdingiz? Kichigimni yaxshi ko'raman. Uydagilar ichida naqsh etishni yaxshi ko'radiganlar bormi? Masalan, dadangiz, opangiz ichida birasi. Dadam usul o'ynash usta, dadamchi. Naqshga men kichigimdan o'zim amroq. Naqsh etishni o'zim shu o'ylarda, telefonlarda qo'yib degandek asta o'zim o'qibchi, tangaslab asta o'rgangan. Vallahi ichida sizlar mushtatda o'zingiz bormi, yoki boshqa qarindoshlaringizning alohidligi bormi? Mening ham mushtahasim bor. Boshqalari bek buni san'atcha tabak alohidligim yo'q, ham bular qisiq ketmaydigan. Bo'ldi. Undaq bo'lsa, qizlar bilan kengshab fikr almashtirib yaqin. Nadiya. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Siz bu sahnaga chiqiblam bevafo yor deb naqsh aytdingiz. Bu naqshingizningki ismi nima? Yarg'a deydi. Yarg'a. Bevafo yarg'a deganmi yoki yarg'a deb. Yarg'a debman. Unda qo'shim shu sizning nazaringizda masalan shu bevafo yor deganni qanday qaraysiz? Qanday qizlar siz uchun bevafo bo'ladi? Endi bunga nurg'un ko'z qarashlar borchi amaliyotda. Endi odamniki o'zining o'ylig'ini o'xshamaydi. Endi bevafo deganda har xil gaplardan tushunadigan bo'ladi, siz uni obdan bilasiz. Bundan ilgari bir qiz bilan yurib boqqanmidingiz? Yurib boqqan. Keyin ayrilib ketdinglar. Nima sababdan? To'y qilib ketdi. U bevafo yorga hisobmi? Men o'zim olmaydi. Baxtini topdi. Masalan, sen bir qiz bilan jurvatsa, bu qizlar ham boshqa birisini yaxshiroq qoldi. Umu bu qizlarni yaxshiroq qoldi deyli. Endi bu qizning sendan ayrilishdan xil usuli bor. Birisi hamda bevositadan men uni yaxshiroq qoldim deb ayrılib ketish. Ya'ni birisi uni demay boshqa sabablar bilan qusurtib, urushib sendan ayrılib ketdi. Bu ikkisidan qaysi bevafo? Menimcha urushib, qusurtib ayrilib ketgani bevafo bo'ldi. Deb qo'yib ayrılib ketgan bo'lsa-chi? Deb qo'yib ayrılib ketgan bo'lganda uningki o'zining talishi shu bo'lgan. Bu yerda menimcha o'zining talishi shu. Menga mayl yo'q u yerda. Ikkinchi xil ahvol aslida-chi? Ikkinchi xil ahvolda urushib qoldik, talash bo'ldi. Har xil sabablar tufayli oila ketib qoldik. Keyin onunla bo'g'asini uqqandan keyin albatta kalimizga bevafo degan shu bir to'yg'u keldi. Achchiq keldi-da, shunami? Achchig'i keldi. Na, to'g'ri. Yaxshimisiz? Siz o'zingiz yurayotgan qizningki, bundaq tirnoqlarni chaplab, tirnoqlarni uzun qilishini xohlamsiz, masalan, yoqtiramsiz ya? Men qizlarniki birim qilishini, kiyim-kechak kiyishini, o'ziga bo'lgan go'zalligiga intilishini hargiz to'sib qo'ymayman. Hozir tirnoqning gapini yo'q. Uni to'smayman. Mayli, men chaplab yursin bo'laveramda. Bo'laverdi. Bo'ldi, rahmat. Agar o'sha tirnoqlarda sizga tomoq yetmas yana meni o'zim qilmaydi. Meni o'zim qilmaydi. Tirnoqni chaplayib, tomoq etmaydi. Masalan, bu tirnoq chaplashning har xillari bor-ku. Endi uzun mezgil chaplaydiganlari bor, qisqa vaqt chaplaydiganlari bor. Endi shu masalan uzun vaqt chaplagan, endi shu uzunroq vaqt turadiganini chaplagan qiz bo'lib qolsa, masalan, sizga tomoq yetmasa. Masalan, tirnoqni uzun mezgil nima Nadiya deydi-ku, uzun mezgil chaplagan kechiqim vaqti kelganda o'zigidan chiqdi deyamiz, o'zimiz berib og'iz yutimiz emasmi? Ashta vaqtida men yeng yasab, masalan, uyga keldim deyli, siz meni tomoq eting deysiz, tomoq etgan. Men ham yeng tirnoqimni ham chaplatgan tursam, men bunda qanday tomoq etdim, ham uzun hamsal biyab bo'lib qoldi ekan. Siz bugun meni o'rnimda tomoq etib turasiz. Endi bu qiz bola bu chaplagan tirnoqmi, silyomi? Silyo. Bo'ldi-ku, uni baka tirnoq deb olsa baka. Silyo'ga asli, ha? Silyo olgandan keyin hech nima bo'lmas ham bunda. Silyo ham shu palik kelgandek bir ish hamda. Hammasi qallidik ishlar-ku. Hamda tirnoqni endi yo'g'on chapib bilib, qemish jug'argan qizlarım yo'q, kim degandek. Sizning deganingiz elaqa uzun emas bir qisqa gullik pijamani qilib oldi ekansiz-ku. Çok mesele emas. Silyo ki o, silyo. Yani hazır Ali malum degandek hech qanday bo'lmaydi, qabul qila olasiz shunday qo'y. Rahmat. Ham o'zi tomoq etamiga avalasida bir narsa tomoqni qilib bersam yana o'xshash bo'la olirdim. Bo'ldi, rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Siz yurtingiz nereden? Yurtim Qashqardan, Qashqardan ketdim. Odatda siz qanday
ranglik paypaq kiyishni yaxshi ko'rasiz? Qora ranglikni jiqroq kiyamsiz, oq ranglikni jiqroq kiyamsiz? Oq rangli paypon kiyishni yaxshi ko'raman. Oq ranglik paypaq pek ishni kirib ketadi. O'zingiz yuvib kiyamsiz yoki kirib ketganini pomlab tashlaysiz? Jitlib ketmagan bo'lsa, yuvib kiyman. Jitlib ketmagan bo'lsa yuvib kiyamsiz. Jitlib ketgan bo'lsa, tashlayman. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sizni so'rab baqsam, navada siz hozir bir qiz bilan yuribsizlar, to'y qilishga putishdinglar, to'yinglarga 20 kun qolgan ishinglar urushib qoldinglar. Urushib qolgan vaqtda o qiz qattiq xapildi-da sizdan. Lekin amaliyot bir kichik bir ish o'qishmaslik. Shuninglar urushib qoldinglar, urushib qilib, bu ishni siz qanday bir taraf qilsiz? Uydagilarga demsiz yoki bu to'yni qilmayman deb qo'pamsiz yoki qanday qaraysiz? Bir kichik ishchimi lekin pek uqishmaslik bu. Uqishmaslik sababidan kichikdan islatib to'yimizga ta'sir yetib qolmasligi uchun cho'qim men o'zim oldiga berib kechirim so'rashim kerak. Chunki keyinlik turmushimiz, keyinlik hayotimiz bo'ladi. Azroq eg'irni ko'tarishimiz kerak. Mayli bizning ketgan bo'lsin, mayli ularning ketgan bo'lsin, biz eg'irni ko'tarib, oldiga cho'qim biz endi to'yinchilikni kechirim so'rab berib, uning eg'irni ko'tarib, cho'qim ko'ngil elishimiz kerak. Ham shu kechirim so'rashing kerakmi yo sen kechirim so'ramsan? Kechirim so'rayman. Yetarli javob bo'ldi, rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Siz agarda qiz do'stingizninki telefon, har qanday telefon nomeriga maxfiy nomer bo'ldi-ku, o'zi achalaydigan. Bo'ldi. Agarda qiz do'stingizdan shu maxfiy nomerni ham telefoniga ichib ko'maysiz, endi aqtirmaysiz, lekin maxfiy nomerni o'zingiz bildigan nomerga almashtirishni talab qilamsiz. Nima qilmayman? Aşmışsınızmı da ko'nglingizda xuddi bexatarlik tuyg'usi hosil bo'lamdi? O'ziniki telefonisi o'zi ishlatadi. O'ziniki tanlashi, qanday maxfiy o'rnatib, qanday qilsa, o'ziniki ko'nglida o'ylaganini qilsa bo'ladi. Uningki qilmoqchi bo'lganini men cheklab qo'ysam yaxshi bo'lmaydi. Merhabaning so'ragan savolni men bir to'liqlab aytsam, masalan, qiz do'stingizning undidarning o'g'illar chiqmo azmi tekshiramiz, tekshirmaymiz. To'y qilgandan keyin-chi. Endi hamma chekidan oshmagan vaqtda uning mayli qo'yib beramiz-da. Ancha-muncha to'g'ri kelib qolib undidarni o'ynamagan vaqt kim bor, kim yo'q, kimlar bilan aralashsa deb ancha-muncha ko'rib qo'ysiz, shundaymi? Ko'rib qo'ymiz, albatta u mening ayolim bo'lgandan keyin. Masalan, siz to'y qilgan qiz, ota-onam uchun mana bir ishlar qilib bersa bo'ldi deydigan bir o'ylaringiz bormi? Albatta bor. Qaysi taraflardan ish qilib bersa deb ota-onam meni beqib cho'ng qilib, shu bir dunyoga ko'z ochib endi shularningki keyinlik oldin men xabar olishim kerak. Shu menga yar yo'lak bo'lib, ota-onamning oldindan xabar elib, shularningki put qul bo'lib bersa deyman. Masalan, turmush deganda kun xo'shal o'tma deyilmaydi. Masalan, siz bilan urushib qolgan taqdirda masalan, opangiz bilan gap talashib qolgan ishlar bo'lib qoldi-da. Masalan, ayolingiz opangiz bilan gap talashib qoldi deylik, gap talashib qolgan vaqtda opangiz qo'pab sizga ayoling men manda deb ketdi-jimi, shunda ko'nglim ranjitdi. Qanday ayol yig'agansa sen o bu deb qoldi deylik. Shu vaqtda siz qanday opangizni qanday qilasiz? Yugurib berib ayolingizni tillab ketamsiz yo opangizni yaxshi tushuntiramsiz? Menga bir tushuntirib bering. Beriblam ayolimni tillashimi o'ma xato bo'ldi-chi. Endi opamga men chiroyli tushuntirib, uning yo'lini o'zim qilishim kerak. Ikkisining oralig'idagi ziddiyatni tugatishim kerak u yerda. Sen o'yda kelin bormi? Kelin yo'q. Men bolaning cho'ng'ima. Siz bolaning cho'ng'ima. Undaq bo'lsa, sizning opangiz bir kelin ayni vaqtda. Kichik vaqtingizda cho'ng opangiz bilan opangizning munosabatining qandayligini bilamdingiz? Men cho'ng bo'lganda cho'ng opam yo'q ekan-ku. Sizlarning yurtda kelinlar bilan qiynab munosabati qarta sizda bir aslama bormi? Mayli go'zal aslama bo'lsin, mayli sizning esingiz, sizning ko'nglingizga bakrak ta'sir qilgan bir hikoya bo'lsin. Bormi? Ammo analar kelinlar bo'lgan ko'z qarashlarini o'xshamaydi-chi deb. Ba'zilari o'zining qizidek ko'rdiganlari bor, ba'zilari nima qilmasin deb ko'ngilda o'ylagan bilan o'zining qizidek ko'rmay yana boshqa bir anaqa kemistirgan yoki u bu ishlarga taraf turib yat ko'rdigan aydashlarmi bor. Sizce kelgusida sizning opangiz qanday bir qiynab bo'ladi? Cho'qim yaxshi qiynab bo'ladi. Cho'qim o'zining qiziga kuyingandek keyinlik cho'qim shuna kuyinalaydi. Sizlarning uyda necha qiz bor? Bir qiz bor. Bir qiz bormi? Endi sizmi inim qizlardan o'zingiz xohlagan temir savol so'rab baqsangiz bo'ladi.
Siz o'ylashing, qizlar o'ylashsin, men Fatigildamdan bir qiziqarli savol so'ray. Yaqinda ma'lum bir erga 100 ming yuan lotereyada mukofot chiqib qopti. Bu er o'ylabdi, bu menga o'zimga chiqqan mukofot bo'lgandan keyin shaxsiy pul, paypoqning ichiga tiqsam bo'ladi deb xayol qilib qopti. Lekin ayol bayqab qopdi-da, bu degan o'rtaq mulk debdi. Siz Fatigilada bu o'rtaq mulkmi, erninki shaxsiy tafovutimi? Şu erge çıkan 100 bin yuan, hem de şu lotereyada çıkan 100 bin yuan, bu ev xutunun ortak mülkü buluş gerek. Çünkü şu münasebet kanun belgelerimizde er ayal şu kanunluk öğreniş kuanamız ağandan keyin erişken mal mülkle ev xutunun ortak mülkü buludu dep belgilengen. Lotereyadan çıkan mukofot puli birisi şu 100 bin yuan çıkan adam bilen ayali ortak turmuş geçiriş jarayonida bular o'rtasida qonunliq ev-xutunliq munosabat davomlashayotgan mezgilda chiqqan pul bu. İkinci birisi shu lotereyaga shu er taraf topshirgan pul, masalan shuni mukofot chiqishdan avval lotereya setib oladi-ku. Shu setib olgan pulmi ev ayolininki o'rtaq puli. Shuningga shu ev ayolining o'rtaq pulini to'lagandan keyin ondan chiqqan mukofot puli bu. Bunun yuqoriqilardan shuni ko'rish bo'ladiki, bu kishi erishgan 100 ming yuan shu mukofot pul ev ayolining o'rtaq mulki bo'ladi. Enim, qanday savol so'rash haqida o'ylanib qoldingizmi? Kelgusiga jursiga nisbatan qanday qiziqishlar bor, qanday o'y fikrlari bor? Men hamda o'zim turmush bo'lmoqchi bo'lgan odamimniki birinchi mas'uliyatchan bo'lishini xohlayman. Anondan keyin bek puli bo'lsinmi deb o'ylab ketmayman. Tirishchan bo'lsam bo'ldi. Opam deydigan meniki o'g'il bola degan yiqilib tushsin bir siqim to'pini julib qopalsa haqiqiy o'g'il bola deydi. Anondan keyin men doim deydigan gapim mayrada, gapi tutilgan o'g'il bolani yaxshi ko'raman. Mush atishdi deylamdi Ali Malim. Yiqilib tushib bir siqim to'pini julib qoposh degan gap. Biz chaqchaq qilib atishliqmikan bu deb qo'ymiz-ku. Amaliyotda bu maqtagan deb o'ylayman. Shaxsan mening ko'nglimda men atishdagi urug' tuqqanlarni, qarindoshlarni bak yaxshi ko'raman. Ularning hayot qarshiga nisbatan hozirlanadigan tarafim jiq. Hamda bu yiqilib tushgan yerdan bir siqim to'pini tutib oldi degan bu ijobiy gap bu. Demak, har qanday bir mag'lubiyatdimi bir meva bo'ldi demakchi-ku. Sen ma'lum bir mag'lubiyatni mag'lubiyat deb o'ylama. Ay mag'lubiyatdimi yaxshi qarasang, sen erishadigan bir meva bor, shuni tap demakchi. Demakchi o'g'ni har qanday bir yiqilishda, har qanday bir mag'lubiyatda sen erishdigishlik bir natija bo'ladi. Sen shuningga erishsang, bu mag'lubiyat hisoblanmaydi demakchi. Yana-chi, so'raydiganingiz bormi? Moddiy buyumlar zati qanday qiziqishlar bor? Masalan, qizlar pulni yaxshi ko'ramsizlar, oltinnimi, kiyimnimi? Ahmadjonga pokim mashinalar bo'landa yoki uylar bo'landa degandek-chi. Uy, mashina, hammas qiziqishlarni bir bilib baqay debsiz-da. Qizlar tartibini. Demak, sen cho'qim mashinang bor sening, shunami? Bor. Nima markalik mashinang bor? Toyota. Shuni demak, shu o'zing bir alaylikda o'shayni. Mashina haydashga usta bo'lsang keraksan. Mashina haydashga usta, havas. Cho'qim Toyota mashinang bizeglik bir qilaylik-chi. Qani, qizlar. Gajongmi? Shaxsan men oltinni yaxshi ko'raman. Masalan, seriq oltinmi, yeshilmi, qizilmi? Seriq oltinni yaxshi ko'raman. Men attirni yaxshi ko'raman. Attir chechishni, har xil attirni yaxshi ko'raman. Nadiya? Mening yaxshi ko'rgan narsam bu bekchi qanday. Qisqalik qilib tepasam, men shu pulni yaxshi ko'raman. Endi shu pul olsa hamma narsa bo'ldi-chi. Yaxshi ko'rganman aql bo'ldi-da. Shu pulli bo'lsa hamma narsa aql bo'ldi. Dildar? Oyoqni bak yaxshi ko'raman. Oyoqnimi? Adatan ko'p oyoq olamsiz. Uyga kirish uchun butunlay oyoq. Hammasini oyoqdirim. Mening yaxshi ko'rgan narsam kiyim-kechak. To'liq kiyim-kechak setib olaman. Mening yaxshi ko'rgan narsam cho'ng uyam bo'lsa deb o'ylayman. Dachimi? Dacha. Dacha uy.
Ben bunu hadiyedeki pulunu yaxşı görmem, hem onun sırt maşinam, maşinaga kızgın ben bu. Maşinani her xil almashtırışni bayan degandek alimalım xat yazanlar degandek birinci yılıp nima o'yladim. Lexus Vucci'ni yazayım. Qaysini yazsam bo'lar? Axir qaysini yozdigan bo'ldingiz? O'ylab boqsam Vucci'ning bak yo'g'ankan. RX-dan men yazayım ki deb o'ylashdim. Siz shu mashinadagi o'tdagan sizga mashina xat yozmaysiz. Shu Lexus mashinada o'tdagan siz bachu ashad. O'ziga? Shadim ba'milet tushuningizmi? Aş mashinada o'tdagan o'zingizga xat yozsiz. Mashqisi o'xshamaydi. Demak, o'g'limiz demasa, siz ash Lexus mashinada o'tdagan siz shu sizdagi hissiyotni hozirgi mashinasi yo'q sizga kuchasak, tushuningizmi? Shu xat yozgan barobar. Beşti dünyası kirish deymiz-ku, bu normal odam, biz ham normal odamlar 4 yil yashaydi. Masalan, kenglik, uzunlik, qiyinlik, vaqt. Endi 5 yilda bo'lsa vaqtning qutli ketadi 5 yilda. Vaqt bo'lmagandan keyin Lexus mashinada olayotgan siz yeningizda bor amaliyotda. Faqat siz ashunga aloqa qila olsangizlar, tushuningizmi? Darhol ma'ni kuchib degan. Ani hissiyot ma'ni kuchasak, ma'ning beden altı anam küçüldüğün ruhunu küçürüş. Rahmet Alim Hanım. Menen yaxshi ko'rgan moddiy buyumum muhabbatning simol bo'lgan uzuk. Ya'ni menen kelgusi jo'ra menga chin yurgidan chiqarib bir tal uzuk bersa, shuni bek yaxshi ko'raman. Ham azizlayman. Rahmat sizlarga. Siz nimani yaxshi ko'rasiz? Meni keng qiziqishim men odatda sayohat qilishni yaxshi ko'raman. Andan keyin mashinaga qiziqaman. Bo'ldi. Yana so'raydiganlaringiz bormi? Yo'q. Undaq bo'lsa, men qizlarni chiroqni o'chirish va yoki chiroqni saqlab qolish bosqichiga kirsa bo'ladi deb qaradim. Afsus, chiroqlarning hammasi o'chib ketib qoldi. Bayatın aytgandek, kelgusiga mangdigan nishonimizga yo'rtadigan qalb chirg'imiz o'chmasala. To'g'ri. Biz arzu maqsadlarimizga yetamiz. Shunaqmi menim? To'g'ri. En ahırda yürek sözünüzden işki kelimede. Şu meni beqib cho'ng qilgan ota-onamga, ya'ni shularga chin qalbimdan rahmat aytaman. Hamda hozir qishimda yo'q ular. Shular bo'lganda ularningki ko'proq oldin xabar olsam kerak deyman. Bo'ldi. Rahmat sizga. Tilaklaringiz amalga oshqay. Yurtingiz nafkam? Qashqar makitdan. Ben bu yer turaqıl 5 yil atrofida bo'ldi. Asli yurtingiz makitdan, ammo Urumchi tursiz. Muhabbet ish baqqanmi? Muhabbet ish baqqan. Qancha qatam? Rostga qil. 3 qatam. Rostga qil dedimmi? 3 qatam. Rostga qil desam yana. 3 qatam. Rostga qil. 3 qatam. Rostga qil. 3 qatam. Rostga qil muhabbet ish. Bu uchdan qaysini seg'insa? Hozir muhabbatim yo'q. Yo'q, uchdan deymi? Ne? Masamda isin keldigan bir soldi-ku? Ne? Qaysi isinga bekrak keldi? Tunjisni. Tunjisni. Uni mundaq to'y qilib bo'lgan shumi ya? To'y qilib bo'lgan shumi? To'y qilib bo'lgan shu. Bu yil qancha kirding? 24 yosh kirdim. 24 yoshga. Bu qizning nimasini yaxshi ko'rding? Sen voy deyishnimi? O'z axloqliq, ham chiroyli, ham menga kuyindigan ilgari. Ammo ko'pincha vaqtda shu o'g'illar o'zini yaxshi ko'radigan ashi qizvolga bir xil nima bo'lmaydi-da. Bu fuda o'ylab oldim. Oda ham hozir muhabbatlashib, yana bir mezgil uy tutishni, bundaqa o'tishni o'ylatamsa, yoki to'y qilishni. 24 kirdim deding, ha? Ne? Meni 27, 28. O'g'an bola uchun eng muhim narsa qiz bola emas. O'g'an bola uchun eng muhim narsa g'oya. G'oyasi xuddi men bayatin dedim, qiz bolani go'zal qildig'ini xushallik bo'lgandek, bir er kishini haqiqiy go'zal qildig'ini g'oyasi uning. G'oyasi va bir o'g'illar bo'ldi. Ammo nurg'a o'g'illar cho'tsa qiz bolalarga quturiydi. Ham bu chaqda nimasi g'oyasini yo'qitib qo'ydi. Odam cho'qim nimasi g'oyasi bo'lish kerak. Sen buni hargiz unutqanma. Bo'ldi, rahmat. Shu qiz bolani 3-chi o'rin qo'ysam. Birinchi g'oya, ikkinchi pul, uchinchi qiz bola. Bu vaqtda sen qiz bolag'imi bir qo'g'dalaydigan,
qizvalnimi qanot ostidan ola oladigan bo'lsa. Chunki bir o'g'il bola uchun eng ig'ir keldigan nima? O'zi yaxshi ko'rgan odamni qo'g'diyolmaslik, o'zi yaxshi ko'rgan odamni qutuldiranmaslik, o'zi yaxshi ko'rgan odamni xushal qilolmaslik. Bu erlar uchun bek cho'ng bir zarba u. Şuna her qanday erlar xotindan qo'rqaydi. Nima xotindan? Podshoh xotindan qo'rqaydimi? Nima xotindan qo'rqaydi? Chunki ayolning ko'nglining yerim bo'lishi erlarda bir xil ajoyib kuchli bir g'azabni qo'zg'aydi. Chunki men shuni xushal qilolmadim deydigan bir tuyg'ulidir. Shu erlarning ko'pincha ayolning yig'isidan qo'rqaydi deymiz. Chunki ayollarning xaf bo'lishi, yig'ilishi erlarga nisbatan sen yaramsız deydigan bir tuyg'uni shakllantirib qo'ydi. Şuna bir er buluştuğumuz bilen çokum biz gayemizni unutqa saqlamaydi. Andın pul. Pul degan bir real narsa uchun. Pul degan bir güzel narsa. Nurg'un odam nemish bayulanmaydi. Nurg'un odam bir ömür kambag'al bo'lib qolmaslik uchun tirishadi amaliyat. Natija bo'lsa minkoy topsa, ya'ni minkoy qazilib xajlaydi buni. Nars kerak setib olishdan xushal bo'ldi. Nemish qilamiz? Kambag'allik tuyg'usini basmoqchi. Adamlar bir ömür kambag'al bo'lmaslik uchun tirishadi. Kambag'allik tuyg'usini yo'q qilish uchun tirishadi. Ular mangu bayulanmaydi. Haqiqiy boy odam unday emas. U boylik tuyg'usini izlaydi. Masalan, bir odam yugurib ketib bordi. Bir bo'lsa ishdan qochib yugurayotgan bo'lishi mumkin. Yoki bir bo'lsa optuzga ulgurman deb yugurayotgan bo'lishi mumkin. Demak, cho'g'ini birisi qochib yugurayotdi, birisi bir yoq qarab yugurayotdi. Bir yoq qarab yuguraydigini bordi u yoqgacha. Asıcıgasın balıdı, bugün bağımız eti vardı. İşten kaçıp cügagını neye vardı? O mengü cügürdü. Mengü cügürdü. Hiç şey varmaydı. Çünkü onun nişanı berişemez, keçiş. Son bekçik adamlar tırışıdı. Mengü pul tapıdı, bayılanmaydı. Tırışıp kayazlap gidi qallı var. Neymiş ki? Çünkü onun asıl maksidi nime etsen? Keçiş. O bu nasıl keçi vardı? Nimeden dese? Kambag'allik tuyg'usidan kaçırdı. Bular bayulanmaydı. Qancha tirishsin bayulanmaydi. Şun adam boylik tuyg'usini izlash kerak. Bu boylik tuyg'usini izlagan odamlar pul xajlash qiziqmaydi ular. Boy bo'lganki tuyg'uni izlaydi. Şun bizning otish bir gap bor. Qo'yan 80 bo'lmoqchi yema deydigancha. Qo'yan 80 bo'lmoqchi yema. Şun biz otishda boy bo'lmoqchi pixsiq deb atilishni bir xil sharaf bilamiz. Pixsiqlik bir xil pishbitilganlik hisoblanadi. 80 bo'lmoqchi. Çünkü qo'yan 80 bo'lgan deysan tugmaydi o. Oljudan bir gap bor-ku. Qarag'ay degan taqqa tegidi deydigan. Qarag'ay degan taqqa tegidi deydi. Şu haqiqiy aqlli qizlar taqqa tegidi. Şuna sen cho'qim g'oyisi va bir taqqa oynishing kerak. Elchi programmamizning tajdarligini biz sizning ishlaringizning yurishlik bo'lishini texmi kuchlanganda sahnamizga qaytib kelishingizni umid qilamiz. Rahmat. Xayramsa. Qizlar, Ahmadjonni uzataylik. Ammo bu yer kelishdagi asosiy maqsadim bo'lsa, o'zing bir jo'r tepsam, o'zimningki baxtini tepish edi. Unda bo'lmay qolib qoldi, qizlar sirag'ini o'chirib qo'yib qoldi. Bo'lsa keyin qatim, ya'ni o'zimningki bo'lgan kamchiliklarimni o'zib qayta cho'qim kelmay yana. Yaxshi ko'rish to'lim go'zal tuyg'u. Birovni haqiqiy yaxshi ko'rsangiz, qarda teyilib ketishidan ansiraysiz. Issiqda aptab o'tib kelishidan texim ansiraysiz. Bo'ronlarda yuz terisining yerilib ketishidan ansiraysiz. Biz Ahmadjonning ana shundoq go'zal tuyg'ularni bahashlab, hamon bir kuni kuchli holatda sahnamizga qaytib kelishini kutamiz. Qizlar, naqsh anglamdik? Qani, tomoshabin do'stlar, birga anglaylik.
için gülligende biz ikimiz süyemeler bile bularmız. Bircik güldek bile ölsün bile içiler ömür boyu baxtlik bu gülge to'larmiz. Gar meni so'ysan qo'lim nechin tut hamra bo'lay sana manguga. Gar sig'insam men bo'lay bir gün visol tepib chechak pasida. Şam'ın uçar zemistanda so'xli haydab kelar. Yolg'on gullik dillarga yiqib bahor sevgisi bizni yashlitar. Hamra bo'lay sana manguga. Biz qaydimiz bo'yicha ekran qaraylik. Bugungi ikkinchi mehmon zadi kim? Qaydimiz bo'yicha ekran qaraylik. Bugungi ikkinchi mehmon zadi kim? Ko'rmanlar yaxshimisizlar? Hammanglarga o'tliq salom. Mening yurtim Urumchi. Bu yil 24 yoshga kirdim. Elchi sahnasiga kelishdagi maqsadim mening ortiqchiliklarimni qabul qila oladigan, kamchiliklarimni kechiradigan, birlikda tirishib inoq oila qurishni xohlaydigan hamrohga erishish. Hozir qilayotgan kasbim kompyuterda tekshirlik tayyorlash, qiziqishim usul o'ynash. Sahnadagi ustozlarning menga madad berishini umid qilaman. Bu sirliq mehmonni sahnamizda kutib olamiz. Yaxşımı Mayrada, Yaxshimisiz Daniyar? yaxşımı 8 nafar güzel kızlar. Daniyarni ilgari elchi programmasida uchratdim degichilar. Qani Daniyar, qo'l ko'tarib beqinglar. Qaysinglar yodinglarga keldi? Lala. İnsan elchi programmamizga Daniyar qatnashgan. Daniyar shu vaqtda va'da berib tushib ketgan. Men cho'qim yana kelaman deb. Va'dasini amalga oshiribdi. Qarshi olamiz enim. Yadingizda shu insonda qanday holatda chiqqaningiz? Yadımda, yadımda. Bugun yana bir takrorlab baqamdik. Bo'ldi? Daniyar ilgirlash zo'r, a? Ikki insonga chiqqan vaqtida bir xil tatinib, o'ynaymi, o'ynamaymi deb usulni o'ynab bo'g'icha shundoq bearam bo'lgan. Hozir bo'ladi dedi. Bir usul tarbiyalash markazlariga bordingizmi? Yo'q, tabiiylam. Tabiiyla. Ikkinchi sondan keyin uyda ancha-muncha mashq qildingizmi? Yo'q. Hay, amaliyotni bir ko'raylik. Rahmat Dildar. Siz haqiqatan ilgirlash zo'r Daniyar. Tunji qitim sahnada sizni uchratganimda ilim esimda. Güzel kunlar.
Bu çırağının bir resmi bir uğal ballı oynaş tegişlik bir xil oynadı bu. Son bir surap bakayım ettiği okuğamıki dep. Üzən aş kürep ügendin maşına. Ha, bəzən çağı körüp, oynagan çağda aşısını mışını bakayçı dep. Doğru. Sep diyendik. Aslı adamın çıdaşındaq bir hissiyat buldu. Usul diye aş hissiyat əgişi şəmiliyyətdə. Aş hissiyatını doğraş, aş hissiyat əgişdə aşdan özü bir güzel bir tuyğuda aşı. Oldu. Onda olsa qını bir paranlaşıp aş usul oynagandek aşındaq paranlasan. Dadil bolsa, ang mühimi əli diqqət qıldığınız mümkün usul oynaş jarayonida balkim Fatiguladamı sen sağan bolsa, hər bir qızalının aldığı berib taz obdan küzətdi. Dildarning aldığı kelganda taqqit to'xtab taklif etdi. Ya shunda men o'tgandim dedim, uğan balga azroq aqsoliq, gidiyish, qilinlik yarışıdı. Uğan bal mush narsani hammasi zinnat amaliyotda. Qancha mukchib ketgan siri, qancha qo'rqqan siri, bu uğan balning fazilatlar emas bu. Shunga ama Daniyar bugun mayli hamma yerda qizlarga bo'lgan badan aloqasi olsun, yoki usul orqali ifodalash olsun. 99. 99 bu töven numar emas mı? Xelili juqur numar. Bekli juqur numar. Qızlar anladыңlar. Daniyar bu qitim agar muvaffaqiyatlik holda men yoqtirgan ham meni yoqtirgan qizni sahnadan elib tusha olasam, uning bilan ko'nglimni to'xtata olasam, ata-onam bilan uchrashtirgan bo'lsam bakmi yaxshi bo'ladi degan istak bilan chiqibdi. Qani sizlarmi orzuyinglarni, talabinglarni Daniyarga aytib baqsanglar, o'zaro fikr almashtirib baqsanglar. Daniyar yaxshimi? Agar siz bir qiz bola bilan yurib to'y qilmoqchi bo'lsangiz, azroq mazgil yurib to'y qilamsiz yo shu to'yingiz qilgan tayyorligingiz tayyormi? Masalan, sizning shu ay saviyaga borgan Mesela ko'nglingiz qanchalik? Mesela 1 yilmi, yarım yilmi? Mesela men demoqchi o'g'lim, siz elchi programmasiga chiqibsiz-ku, siz to'yga tayyorlik qilib chiqdingizmi yo bo'lmasa tanishib bir mazgil tushunib anandikin masalan men vaqt o'tgan keyin to'y qilmay demoqchiman. Ha, tanishib shu ibam dedim-ku, muhabbatcha bir mazgil o'tgan keyin. Taxminan qanchalik vaqtdan keyin to'y qilmay deb o'ylaysiz? Men ishga chiqish olmancha. Balkim 1 oyda yo chiqib qılamdı. Partiyalarimiz var, qıplam. Fatiguladam o'yinish guvanamiz berdigan yerda emas. Fatiguladam majra bo'lib qolsa, bu yoq qildigan yerda. Eng yaxshi Fatiguladamni oldiga berib qolmanglar. Hamsi Fatiguladam bilan ko'rshamayotganmiz chiqqandan keyin. Ha, voy. Ko'rishmaydi-ku Fatigulada chiqqandan keyin. Shundaq ishonchisi bor Daniyarning. Ishqalarning munosabatiga bog'liq demoqchi-ku masalan. Qancha chaqan chiqib bir-biringlarni bek yaxshi ko'rib kelsanglar, ishtiqli to'y qilib ketasizlar shunami? Rahmat. Yaxshimisiz Daniyar? Yaxshimisiz. Bunda qizib ketdingiz, bir usul olib qo'ysa, voy, qanday qilay? Yo'q. Bak shu ekansiz, jurray bir xil. Endi men o'zimninki o'g'illarga qo'ygan talpimdan hamda-chu siz o'xshash masalan shu aymda qonlashgan bo'lish kerak u hamda. Chuqum yana birisiga u muhim, intayin muhim o'rin turdi-da bu hamda. Chuqum o'zninki shaxsiy tozliqqa chuqum e'tibor qilish kerak. Men qishga kappa o'g'ilchilikdan keyin ko'pida atrpurab bir xil mizlik purab tursa deb o'ylayman. Undan keyin yana kichik hayvonlar bor, it mushuklar bor. Ashlar amroq bo'lsa deb. Men mushuk amroq. Mushuk amroqmi? Mushuk boqma. Men ikkita mushukim bor. Shul ekanda. Ishonchli holatda. Dildar, bayatdan ishkanlar usul o'ynadinglar. Shu vaqtda atirning hidini hidlay oldingizmi? Ancha-muncha. Yaqin boramabdiman deyingizga. To'g'ri. Bo'ldi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Siz adat nima xizmat qilasiz? Operatorlik qilman. Oldin qitimi degan mushkasumni elib beryapman. Hamda yaqinda qo'shimcha masalan to'r loyilashni o'rganyapman-chu. O'zim ayrim ashni ketib borman. Rahmat. Yaxshimi Daniyar? Yaxshimi. Sizning kiyinishingizni shunday yaxshi ko'rdim. Shunda ra chiqqanda bersak nega ish qilib bizga xo'shallik qata qo'yasiz. Sizni so'rab baqsam sizni ishdan sirt vaqtlaringizda to'r o'yin o'ynashni yaxshi ko'ramsiz? Ha, yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'ramsiz.
Tor o'yiniga bunday pul selib o'ynab boqdingizmi? Yo'q. Ishlab charchagan vaqtlarimda azroq kalam aram aldirish uchun bir xil qanshuf yo'q. Ashtaroq o'yinlar o'ynayman. Jeya deb o'ylaysiz a? Pek uzoq o'ynamsiz yoki? Ya, uzoq o'yinsam 5 ming ketadi badancha. Ma'qul, tushunishlik bo'ldi. Siz abay usul o'ynayib oldim kelgandingiz, kulgandingiz, shunda o'moq ko'rinib ketdingiz ko'zimga. Sizmi kulgandingiz, tatay desam, oyoq qarab olgandingiz tatamidim. Andan siz o'zingizga ishonish tuyg'usi qanchalik? O'zingizga ishonamsiz ha? Va o'zim ishlamgan bo'lsam bu yerda bo'lmaydim. Masalan, siz necha fursat demoqchiman? Ha, necha fursat? Endi ota-onamga 2 fursat berib o'zim 98. 98. Andan siz bir qizonni yaxshi ko'rib qolsangiz, masalanga, u qizon sizni necha qitim rad qilsa, siz shuningdek ham menimcha meni qizlar rad qilmaydi deb o'ylayman. Shunchalik ishonchingiz ekanda? Shunchalik ishonchim bor. Rahmat. Siz o'yin balaning qanchisi? O'yinning 5-i. Cho'ng'a. Fikrlaringiz bormi? Ha, 2 singlim bor. Bir lo'g'al. Bir lo'g'al. Siz uyda bek kimi ha? Ha. Masalan, siz bir qiz bilan yurib qolsangiz, masalan, ash qizalga bundaq balalarcha aklab o'tishni yaxshi ko'ramsiz yoki chonspat turib olasiz? Ba'zan o'ylab qolmay, masalan, o'zining eng yaxshi ko'rgan odamning oldida intan kichik boldek qiliqib, ashta qilib qilishi mumkin deb o'ylab qolmay, lekin unda qimida. Ashta qilmoqchi. Ha. Rahmat. Ashta qilma. Daniel sizdan bir savol so'rab boqay. Masalan, ikkimiz yuryapmiz deb o'ylaylik. Yurayotgan vaqtida, ikkimiz parangish bo'lgan vaqtida menga bir telefon keldi. O'g'il baldan telefon keldi. Shundan men xato uribsiz deb qo'yib qo'yasam ikkinchi qitim yana telefon qildi. Xato urganimni bilmay, lekin sizdan tanishib qolgan bor degan gapni qildi, lekin siz yonimda turib, men telefon qilgan odamning o'g'il bal ekanligini bildingiz. Bu vaqtda siz qanaqa qilasiz? Siz ularni rost tanimamsiz? Tanımayman, xato urganimni bilib turib, yana men bilan tanishqisi ekan. Balkim shu chog'da sal achig'im kelishi mumkin, lekin telefon qilib yo'qna deyman. Ha. Parangish yo'qna deyman. Men tesni ichina deyman. Aqida aniki o'zingiz bilsiz-ku. Ha. Men nahmush javobni kutmoqchidim. Rahmat. Nadiya, yaxshimisiz? Yaxshi. Siz mushu 8 qizning ichida yaxshi ko'rgidek, men mushu yaxshi ko'rdikanman yoki menga loyiq kelgan degan bunday xarakterga tipdagi qizlar bormi-ki? Borda aynan mana hammalar turibsizlar. Mencha sizning menda masalan o'ylaydigan bir qizlarniki bir xarakter tipi bo'ldi ko'nglingizda shundaqku. Bunda bizga tasvirlab beramsiz? Masalan, deb bilsam, usul o'ynay oladigan, anikin qiliqlar umoq, anikin lekin o'ynaydigan qizlarni yaxshi ko'rmayman. To'r o'yini. Ha, to'r o'yin. Siz o'zingiz to'r o'yiniga amroq bo'lganingizga men bilan birga o'ynashga deb o'ylaydi ekansiz. Ba'zan chog'da hamdi. Lekin mening o'ylig'im o'yin dunyosi, amniyat dunyosi ikki dunyo-ku. O'yinda muhabbat ish baqsam deyman. Agar o qiz yuvishcha o'ynashni yaxshi ko'rmasa-chu? Uyutma. Masalan, amaliyotda yaxshi yurib, shundan nima qilsa uyutma. Ha, uyutma. Faqat uyganmasa telefonda o'ynasam bo'ldi. Ha, cho'qim mash yuvishcha o'ynashni bilish shart bo'lgan qiz ekanda shundaqmi? Ashta o'ynasa deb umid qilmay, lekin pek zo'rlab ketmayman. Ha, tushundim. Marziya, yaxshimisiz? Siz qanday xarakter qizlarni yaxshi ko'rsiz? Men ochiq-quruq gap qistirib olmaydigan, undan keyin birisi parangish olsa, mama gapimni davolaychi deb anda qiladigan qizlarga bek xo'shamoqchi. Ha. Sizdan so'rab baqsam 8 nomer, siz qanday qildiki o'g'illarni yaxshi ko'rsiz? Men kichik chiroy, umoq, sho'shan yuradigan, sho'xroq, tantarbiya qiziqadigan, undan keyin gitar chalalaydigan, qiziqarli balani yaxshi ko'raman. Gitarning solosini chalamay, pas uralaydigan so'lamdan. Chaslam bo'ldi isqil. Aqseriqni unutib qaldingiz-ku? Ha, aqseriq. Yoki bo'lmasa Daniyarni ko'rib, aqseriq degan ancha muhim emasmi deb o'ylab qoldingizmi? Marhaba. Daniyar, siz qizlarning qanday yerini yaxshi ko'rsiz? Ha? Qizlarning qanday yerini yaxshi ko'rsiz? Qanday yerini? Ha.
Endi birinchi ko'rdim chiroy olgankin chiroyga sal diqqat qo'yma. Mening bir do'stimning muhabbati batdi, u o'xshamkanmi? Emas, chuma o xato tushunman. Yo'q, emas. Bir do'stimning muhabbati batdi, u muhabbati shu qizlarninki putini bek yaxshi ko'rdi ekan. Putini? Ha. Putini beklam yaxshi ko'rdi. Hattoki kunda shu shipping avatib telefondacho putini ko'rdi ekan. Putiga oq paypoq kiydimi, kiymidimi shuni ko'rdi ekan. Ha. Shu to'g'riliq mayrada Alimalimda so'rab baqsam, Alimalim bu bir xil kasallikmi yoki bo'lmasa shunaqa? Demak, shu muhabbatingizning do'sti ash qizlarni rost yaxshi ko'rmaydi. Orilmaydi, hargiz orilib ketmaydi. Putulallab ishlaydi. Ya bu normal ishlar amnetchu. Endi biz xoslikqa qaytib kelganimizda bayatın merhaba so'radi. Siz qaysi tarafiga bakrak qiziqsiz deb. Siz oldi bilan chiroyi qarayma dedingiz. Demak, marhaba bilan Ali Malimninki gapini bog'lab akaganimizda sizda xoslik bormi ekan? Ko'zimi, qaraydiganingiz, burnimi, ig'izimi degandek. Bilig'im. Nega? Bilig'im. Belgimi? Tommi inchikimi deb qarayotgan sizda? Ya, uqmayman chiqib. O'zimning ba'zan tanimda qilib qo'yman. Bu bir qiziqarli savol javob bo'ldi ya. Qiza davomlashtirsanglar bo'ldi. Siz hamda muhabbatlashib bo'lgandan keyin qanchalik vaqt ichida o'zingizning qiz do'stini do'stlaringiz yoki uyingizdagilarga hammasiga oshkorlaysiz? Balkim do'stlarimga, uydagilardan sirtchi boshqa odamlarga intayin tez nim qilishim mumkin. Tez vaqtning ichida. Uydagilarga? Uydagilarga ozroq vaqt o'tgandan keyin deyishim mumkin. Muqimlashib ishkanlarning munosabati muqim bo'lib, ham bo'ldi, men shu muqim bo'ldi, shu qizni olaman degan vaqtingizda uning uyga kirsiz, shundami? To'g'ri, to'g'ri. Do'stlaringizga masalan ishkanlar yurib bo'lib, ko'rsatasiz, shundami? Yo'q, yurib bo'lib ko'rsatgan bo'lmas. Bir hafta o'tgandan keyin texmi ishga kirib olgandan keyin, andan keyin bir-birini texm tushgandan keyin, andan keyin ko'rsatasiz. Ma'qul. Masalan, u qiz sizdan cho'ng bo'lib qolsa-chi? Masalan, 4 yosh atrofida cho'ng bo'lib qolsa-chi? Mijozi men bilan chiqish olsa men qabul qila olaman. Qabul qilaverasiz. Ba'zan qizlar va masalan men sendan cho'ng, sen kichik gapimni olishing kerak deydigancha. Bunda qizlar bilan sal ipim kelishmaydi. Lekin yish cho'ng bo'lsa mayli. Hamda bak cho'ng olib ketmasin-chi. Ve 4 yosh, 5 yosh bo'lsa bo'laydi. Sizlar yana davomli savol javoblar haqida o'ylanish qilib yiqinglar. Fatigilada yana to'rdoshlarning savolida qaraganda to'rdoshlarimiz ekran orqali ko'rib, to'r orqali ko'rib programmamizningki, mushu siz javob beradigan nuqtalarni alayda qiziqib ko'rganlar ichidagilarning biri o'xshaydi. Ayol ajrashib ketgan vaqtda bola 3 yosh ekan-ku. Shu vaqtda erning sharoitiga qarab 500 yuan beqish rasxoti berishga buyurilib ekan. Bola hozir 10 yoshga kirib qopti. Rasxoti, ya'ni turmushga ketadigan rasxotlar ishga boshlabdi. Bu ayol 500 ko'yni yetkazolmabdi. Shuning bilan eriga talab qilib, "Balami cho'ng bo'ldi, 500 ko'y ishimga ketmayotdi. Pulni ko'paytib bersangiz" desa, ayni vaqtda "Men qancha pul buyurilgan bo'lsa, men mushuncha pulni beraman. Ortiqni bergim yo'q, qonun meni qo'g'daydi" debdi. Sizcha bu erni qonun qo'g'damdi? Yuqorqi ahvolda hamda bu yanala mening taklifim shu ajrashib ketgan ayol chiroyli kelishib, shu bolaninki ayni vaqtda beriladigan 500 yuan beqilish haqqini o'stirib ikki taraf kelishsa bo'ladi hamda. Bu bir yo'l. Hamda bu ahvoldan qaraganda qarshi taraf, ya'ni shu dada bo'g'ish taraf "Men shu 500 ko'yinni beraman, undan ortiq berolmayman" degan o'xshaydi. Agar hamda bularda kelishib qolish imkoniyati bo'lmasa, ayol taraf farzandini da'vogar o'zini qonuniy vasiz qilib, javobgar turishlik o'rindagi xalq sud mahkamasiga shu bolaning beqilish haqqini o'stirib berishni talab qilib, arz qilsa bo'ladi. Sudga arz qilgandan keyin hamda shu da'vogarning qonuniy vasisi, ya'ni da'vogar taraf
qarshi tarafniki iqtisodiy kirimi to'g'risidagi isbotni sotga ta'minlash kerak. Sotga ta'minlagandan keyin sot mahkamasi qonundagi belgilimlar bo'yicha paktni asos qonunni o'lcham qilib mushu quramiga yetgan farzandniki buningdan keyingi o'sib ketilishiga foydali bo'lish tarafni o'ylashib turib qonun bo'yicha hukm chiqardi. Bo'ldi. Demak, mushu akvalni qasd qilgan ayol sot mahkamasiga arz qilsa bo'ladi. Rahmat Batigilada. Hamda masalan sizniki qiz do'stingiz sizga qanday ayklab, noynoqlashib gapirishga amroqmi yoki qanday ha sen nada bugun nakatdan deb tonton gapirishga amroqmi? Masalan qiz do'stingiz sizga bo'lganlikqa gapirishni talab qilsa. Bekrak boshqursa deb o'ylayman. Lekin bekrak boshqurgan bilan men shu gapni amal qildirolmayman-ku, ba'zan chaqaladi. Masalan kech-kechlab ishlab qolgan vaqtlar oldu, telefon qilsa ololmagan vaqtim oldu, uyga borolmagan vaqtlar oldu-chu. Shu. Ondan keyin yana birisiga hozir mo'yliqqa to'yin bilan qo'yishib mo'digo. Masalan sizniki qiz do'stingizniki, masalan to'yinda yoki qo'yishuvda to'pinlar shunday chiqdi. O qizniki fonsiz shunday jiq, bir kunda laqatyansan shunday jiq. Oniki uni o qizga yozganlik sizlar kelib turdi. Har xil o'g'illardan, men o'g'il bo'lsin, men qizlarning bo'lsin-chu kelib tursam. Siz bunga qanday qaraysiz? Bu intayin normal ahvol. Endi meni o'ylashim, men bu ishlarni bilganligincha. Endi u ayrim uchur bor-ku, ayrim uchur qarab bulanmaydi deb o'ylayman. Intayin jiq emasmi? U kimnikini ko'rdi uningda? U masalan uning qarash uchun ashdan qaragan vaqtni masalan zo'pin ishlaydigan vaqt chiqarish mumkin. Ashta deb o'ylayman. Qarab qolsa-chu, birdan qarasa-chu, ham siz yozgan sizlarga. To'g'ri tushunaman. Balkim bira ajitvola masalan ilonga chiqib bergan deydigan-chu. Ashta ishlab qolsa yaxshi foydalansa deb o'ylayman. Masalan to'y qilgan vaqtingizda to'yingizning hashamatliroq bo'lishini xohlamsiz yoki oddiy sodroq bo'lsa deb o'ylamsiz? Burunqidek bo'lishni xohlayman. Eshak arvodalar maktilgan. Ha? Demak, yerlik usulda oddiy qilishni xohlaydi ekansizda? Bak hashamat qismi bak isrofxo'rlik bo'ldi-chu. Isrofxo'rlik sal chidmayman. Masalan, tomoq yesammi, ash tomoq cho'qim zo'lab yeydiman. Hargiz ashirib qo'ymayman. Bir ta ko'rish olsun. Bu tarafqidek yaxshi masalan shu oddiylik darajasi deganda qanchalik oddiylik bo'lsa muvofiq bo'ldi deb qaraysiz? Endi bekmi oddiy emas, hozir bekmi oddiy bo'lsa-mu, men yashig'il olmaydi-chu. Do'stlar ara olgandan keyin do'stlarning oldida sal yuzafroylik bo'lish uchun bo'lsa-mu, azroq yaxshiroq qilma. Normal. Ha, normal. Daniyar. Sizdan bir savol so'rab baqsam, siz pishib yetilgan, andan pishidan issiq sovuq o'tgan, andan oila uchun o'zini beg'ishlagan ayollar bor-ku, masalan, qizlar. Andan keyin uyning ishlarini yaxshi qiladigan, siznimi yaxshi yetaklab etmaydigan, mushtaq qizlarni yaxshi ko'ramsiz yoki masalan, malika mijozlik o'zingizlar o'xshash xushchaqchaq, bunday xushxo'y, ochiq yo'riq bunday qizlar-chu, kichik qizlar. Ashta qizlarni bekrak yaxshi ko'ramsiz. Men endi ibam dedim-ku shu, ashtaroq ikkinchisini, siz ikkinchisini degan qizlarni bekrak yaxshi ko'raman. Ochiq yo'riq, men bilan oson chiqish oladigan. Xarakter ochiqroq deysiz. Xarakter ochiqroq. Daniyar. Siz ham o'zingizning qiz do'stig bo'lgan, masalan, u qiz do'stingiz egiz boshliq oyoqlarni kiyib, kunda bir xilda yasinib yurishni yaxshi ko'rdi. Siz unda vaqtda menga o'xshash rohat kiyinib yursangiz bo'lmamdi deb talab qo'yamsiz yoki bo'ldi, mush qanday yursangiz bo'laverdi deb o'ylamsiz? Buni chaqirimiz qilibas bo'ldi. Lekin bugun bunda menga o'xshash rohat kiyinib chiqar, rohat kiyimlarni kiysam bo'lmamdi deb opirib tangbozachiga o'xshash narsalarni o'ylashni xohlamamsiz? Qiz do'stimning obrazini o'zgartirishni sal xohlamayman. O'zining xosligini saqlab qolish kerak deb o'ylaysiz. To'g'ri. Adat kino ko'rishni yaxshi ko'ramsiz, Daniyar? Kino ko'rishni xohlayman, lekin lekin bek emas, kartonni bekrak ko'raman. Hozirgacha masalan, bolaligingizda eng yaxshi ko'rgan kartonni bizga asab bera olamsiz? Qaysi kartonni bek yaxshi ko'ratdingiz?
kichigimdan tatib hozirmi davomli chiqyotidi. Qo'yinrinchi. Açtı. Sizning yaxshi ko'radigan kartonlaringiz ichida sizga ta'sir qilgan qahramon obrazi bormi? Bor. O qanday obraz? Onun obrazını deb kelsak behchat. Asalliq deb desam, hamda o shunda tirishchancho, o'zi yetim qoldi kichigidan tatib. Shunda tirishdi. O'zini bir shu xalqning beshi bo'lishini o'ylaydi-ku. Xalqning beshi bo'lishini o'ylab, shuning uchun tirishib eng oxirida shu maqsadga yeta oladi. Aniki buning beshida o'tgan so'voqlar intayin jiqchu, masalan, buning muhabbat uchraydi. Aniki intayin masalan do'stlari xayolli qilgan ishlar uchraydi. Nurg'un ishlar bor. Aniki eng oxirida buning eng ta'sir qilgan yeri buni yaxshi ko'rgan qiz shu o'zini yaxshi ko'rgan qizni bu uqolmaydi. Eng oxirga to'y qilg'achcha yetgancha eng oxirida bo'ldi. To'y qilgan vaqt tuqqanda shu qizni olamda. Shu qizni oldi. Lekin bu o qizni meni yaxshi ko'rishdan burun bu boshqa qizni yaxshi ko'rdi. Lekin o qizni bilan to'y qilgandan keyin o qizni yaxshi ko'rganligini his qiladi. To'g'ri. Demak, uningdan burun o'zim yaxshi ko'raman degan qizni degandek yaxshi ko'rmagan. Asli yaxshi ko'rdigani do'stim deb asli yaxshi ko'rdigani do'stim deb o'ylab oladi. Do'stlik deb o'ylab oladi. Sizda shunday holat bo'lib baqqanmi? Do'stim deb o'ylab, keyingi vaqtlarda yaxshi ko'rib qolgan bir qiz bormidi? Yo'q. Do'stim yaxshi ko'rib baqqandi. Do'stim bilan masalan hozir qiz o'g'illarimiz shunday yaqin-ku. Do'stlar bo'lsin, burunqidek o'g'ilmal degan o'g'illarla yurish kerak, qizlarla o'ynama, ashla qildik oldigan. Endi hozir qiz o'g'illar shunday nima bo'lgandan keyin, ochiq yuriq bo'lgandan keyin do'stlarimning ko'p bo'lishini umid qildim. Bo'libmi qiz o'g'il keltirib. Bo'ldi Daniyar, undaqda biz chiroqlar qarab baqaylikmi? Siz sahnaga chiqib usulga topgan Dildar siz uchun chiroqni saqlab qoldi. Amdiki ixtiyorlik sizda inim. Elchi program. Bu xo'shallik kulgisimi, qanaq kulgi? Ashta desammi bo'ladi. Qani. Ifodalab beqin. Dildar, biz uchrashqili uzun bo'lmagan. Siz elchi sahnasiga kelganmi? Anchalik uzun bo'lmadi. Hozir siz qaror chiqarib, Daniyar bilan ketish oldida turyapsiz. Oldi bilan sizning yurak so'zingizni anglay. Endi meniki yurak so'zim bo'lsa, shu programmaga rahmat. Bo'ldi-ku? Asal nim deyishim bilamdi. Daniyar? Endi nim deyishimiz. Endi mushlar bo'lib qopti. Bo'lib qopti? Biz bo'lib qopti degan yerga xotirjam qiz topshirmaymiz, a? Qo'lingizga bersangiz. Sizga deydigan gapim, dunyoda shunday bir digim bor gapni desam bo'ladimi? Bo'ldi. Dunyo siz yaxshi ko'rgan hamma narsa sizga mansub. Lekin siz menga mansub. Kim degan odamni hayajonga soladigan so'zlar. Muborak bo'lsin Daniyar, Dildar. Isminglar sal mos kelib qolganda-ka, Daniyar bilan Dildar desa odamga yomon ravon keldigan ism bo'pti. Xo'sh, oldi bilan Dildar singlim, sizga Xinjiang Maxtumsular xalqaro savdo cheklanish shirkati uchirishish sovg'asi sifatida alohida tayyor qilgan oltin uzukni sovg'a qilamiz. Endi men sizdan muhim bir savol so'rayman. Dildar, siz oldin qaytamqi hikoyangizda ota-onam qo'shilmasa balkim men yaxshi ko'rsammi? Vaqti kelganda rad qilishim mumkin, natijasiz bo'lishi mumkin degan edingiz. Daniyar endi birinchi shartingizga uyg'un. Erkin ozod yuriydi, pokiz, umoq bir yigit.
Eng muhimi o ürümçilik. Siz ata-onangizning talbi bo'yicha aytganda ürümçilik bo'lsa yaxshi bo'ladi degan edingiz. Lekin mushu shartlarga tushgan turg'uliq Daniyarning ba'zi taraflari cho'nglarga yoqmay qolsa, siz yana qayta o'ylashamsiz. To'g'ri amdi. Men tarafdan jiqrab o'ylab qo'yasiz. Bo'ldi. Bu savolga hozir aldirab javob bermang, chunki bu javobni cho'nglar beradi emasmi? Ishqinglar, sinab yiqinglar. Daniyar inim sizga so'g'imiz bor. U bo'lsa Şinjan Albak xalqaro savdo cheklanish shirkatining zamoniy markasidagi erlar ko'ynagi. Endi bu ko'ynakninki üstiga mos keladigan kostyum burilqisimi bo'ladi. Lekin bu sovg'ani ishqinglar rasmiy sinoqlardan o'tib bir-biringlarga haqiqiy yaragan shu kunlarda o'ylanish guvohnomasi olganda sizga Albak shirkati to'yliq kostyum burilqi sifatida sovg'a qiladi. Uningdan boshqa Şinjan Argu xalqaro savdo cheklanish shirkati ishqinglarningki sayyohga berib kelish sayohatinglarning barliq chiqimlarini o'z ustiga oladi. Masalan, ishqinglar to'y qilib qolsanglar, to'y ustunlarga tizilgan barliq ichimliklarni G'ulja, Gultash, yemak-ichmak ishlab chiqarish cheklanish shirkati o'z ustiga oladi. Bu faqat moddiy jihatdagi sovg'atlar. Lekin eng katta sovg'atni, ya'ni ishqinglar o'zinglarning baxtini sovg'at sifatida ota-onanglarga bersanglar, demak bu hayotdagi eng katta sovg'a bo'ladi. Biz sizlardan shu sovg'atni kutamiz. Bo'ldi. Muborak bo'lsin. Xayr dilbar, omon bo'ling. Ben sahneye çıkıp birinci olup Dildar gözüm çılıqqan, hem usulğumu tattım. Hem de Dildar bana çırak saklap kaldı. Bunun intayin hoş oldum. Hem de oylagan netice kazandım dep oylasam oldu. Ben hem de qaytip kelmeyme. Hem de Daniyar'ın degini o'xshash, Daniyar sahneye çıqqan vaqtlar alaqında ko'zimga bir xil issiq chiroy, illiq chiroy ko'rindi. Uni kechkimiz usul o'ynab degandek, endi qanday jihatdan qanday jihatdan chiqishdik, savol so'rashib degandek. Endi qarsa Daniyar, Dildar deb ikkimizning ismi xil yaqin ekan. Mushtaq keyingi turmushimizda endi yaqin bo'lib o'ssak, bo'lsa oxirini chiqarsak. Bo'ldi. Bir-birini haqiqiy yaxshi ko'rishganlar uchun dabdabalik so'zlarning hojati yo'q balkim. Hayotim. Muzlaganda cho'g' bo'lalasang, menga kifoya. Men usiganda bir piyola choy bo'lalasang, menga kifoya. Men mudirib ketganda meni yulab qo'ysang, menga kifoya. Yerib ketganimda men yulinadigan bir tal shoxchi bo'lalasang, menga kifoya. Biz mana mushundaq oddiy so'z iboralar bilan bir-birini qo'llaydigan oshiq mashhurlarning, bir-birini yaxshi ko'rishib, qadr qimmatini bilalaydigan yoshlarimizning elchi sahnasida ko'plab